Odamlar men zalda yashayman deb gapirishadi, lekin men rostdan ham zalda yashayman aka. Hatto UFC'dagi dastlabki ikkita jangimdan keyin ham shu yerda yashashda davom etdim. Har kuni mashg'ulotlarda jonbozlik bilan mehnat qilar. Bo'sh vaqtlarda esa kun kechirish uchun pul topishga harakat qilardi. U yuk ortuvchi bo'lib ishladi. Tungi klubda foiz kontrolda turdi. Jinoyat o'tmishi bo'lgan odamlar joylashtirilgan uyni qo'riqlovchi sifatida ishladi. Har kuni ertalab chiroyli apartamentlar yonidan yugurib o'tayotib, u ham bir kuni kelib shunday uylarda yashashni orzu qilardi. Biroq bu orzuga faqat kurash bilan erishishning iloji yo'q edi. Chimayev Shvetsiyaning yirik xalqaro musobaqalarda himoya qilgan sportchilarni ishonch bilan mag'lub etayotgan bo'lsa-da, hujjatlar bilan bog'liq muammolar unga to'siq bo'ldi. Fuqarolik yo'qligi Hamzat uchun Olimpiada eshiklarini butunlay yopib qo'ydi. Ammo bir yo'l yopilsa, boshqasi albatta ochiladi. Chimayev MMA'da to'laqonli karyera qurishga qat'iy qaror qildi va bu yo'lda unga beixtiyor turtki bergan insonlardan biri Conor McGregor bo'ldi. Men uning janglarini qanday nokaut qilayotganligini ko'rdim va o'yladim, agar bu yigit shunaqa ishlarni qilayotgan bo'lsa, nega men qila olmas ekanman? Men ruhiy jihatdan ham jismoniy jihatdan ham undan baquvvatman. Undan kattaroqman va agar biz ko'chada to'qnashib qolsak, men uni sindiraman. Tushunyapsanmi? Shunday ekan, agar u shunchaki pul topayotgan bo'lsa, nega men ham topolmasligim kerak?